gap aylantirmasdan tug'ishni o'ylang. Nima? Umringiz bitta qiz bilan o'tib ketadimi? Ha? Nima qilay oyijon? Meni ham tug'ish niyatim bor. Shifokorlar ikkilamchi bepushtlik deyishyapti. Bormagan shifokorim qolmadi. Men bilmayman. Yo amallab tug'asiz yoki bo'lmasa o'g'limga boshqa xotin olib beraman. Yurasiz lekin opa singil bo'lib. Oyijon, bu nima deganingiz? Bu meni qo'limdagi narsa ekanmi? Xudo bermasa men nima qilay? Xudoga shukr, hech bo'lmasa qizimiz bor-ku. Kalta fahim, bundoq bir yaxshilab o'ylang. Qizimiz bitta, xo'p. Qiz bola katta bo'lgandan keyin uni uzatib yuboramizmi? Uzatib yuborgandan keyin hammamiz bir-birimizga shopayib qarab turamizmi? Bu yo'qni men bilmayman. Yo tabibga borasizmi, vrachga borasizmi, doktorga borasizmi, yo issiq sovuqqa borasizmi? Xullas tug'ish yo'lini o'ylang. Agar ilojini topmaydigan bo'lsangiz, sizga xotin olib beraman. O'ylang, yaxshilab o'ylang.